O't qopida muammosi borlarga, buyragida muammosi borlarga hamda jigarida muammosi borlarga foydasi zo'r tegadigan giyohlarni ko'p ko'rsaman. Xo'p, buyrak uchun ikki xil giyohlarni ko'rsaman. Biri mana shu turkiy moya giyohi juda ham foydali, ayniqsa shu buyrak siydik yo'llari hamda prostata uchun. Buyrakdagi qum, tuz hamda mayda toshlarni tushirishga ham yordam beradi. Endi ikkinchisi esa bu buyrak uchun foydasi juda ham ko'p, lekin ko'pchilik bilmaydigan mana shu polpola. Ya'ni tukli erva juda ham foydali giyoh, bu ham buyrak uchun. Turkiy moyak bilan shuni birga damlab ichsangiz bo'ladi. Bu ikkalasi bo'lib turib, bir-birini to'ldirib buyragingizga yaxshigina yordam bera oladi. Buyragida muammosi bor odam ichib ko'rsa foydasini sezadi. Xo'p, endi o't qop hamda jigarida muammosi borlar uchun esa mana shu artishok giyohini tavsiya qilaman, chunki shu bittagina giyoh sizni o't qopingizdagi hamda jigaringizdagi ancha-muncha muammolarga yaxshigina yordam bera oladi. Bu artishokni juda ham ko'pchilik biladi, ko'pchilik ishlatgan. Shunaqangi muammosi bor tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz foydali bo'ladi.